Buyuk muhaddis Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda keltirilishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Zar al-G'iforiy roziyallohu anhu ga qarata, yaxshilikdan hech narsani kichik sanama, garchi birodaringga ochiq chehra bilan yo'liqish bo'lsa ham, dedilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Darhaqiqat yana buyuk muhaddis bobokalonimiz Imom At-Termiziydan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam barchalarimiz yaxshilikka chaqiryaptilar. Yaxshilikni katta kishiga qaramanglar deyaptilar. Bir kishiga, bir birodaringizga tabassum bilan, ochiq chehra bilan boqishingiz ham bu ham bir yaxshilikdir deyaptilar. Ha azizlar, bizni hayotimizda har bir lahzasini biz yaxshilikka burishimiz mumkin. Chunki Parvardigorimiz o'zi ham kalomi sharifida "Fama ya'mal mithqala zarratin khayran yarah" deganda, kimiki zarra misqolicha yaxshilik qilsa, albatta uning mukofotini ko'radi deb marhamat qilgan. Shundayki azizlar, hammamiz imkoniyatimizdan kelib chiqib, har bir xatti harakatimizda mana Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ta'lim berganlariday yaxshilikka muyassar bo'lishimiz mumkin. Aytaylik, tanigan, tanimagan odamimizga birinchi bo'lib assalomu alaykum deb salom berishligimiz ham bu ham bir yaxshilik. Ko'chada ketayotganimizda kimdir yukini ortishga qiynalib turibdi, shuni to'xtab o'shani yukini ortib berishga bir yordam berishimiz ham yaxshilik hisoblanadi. Yoki yo'ldan keksa onaxonlar, otaxonlar o'tolmay turishibdi, qo'llaridan ushlab yo'ldan o'tkazib qo'yishimiz ham yaxshilik. Yoshlarimiz metroda ketyapsiz, aytaylik o'sha jamoat transportlarida ketyapsiz, qaradingiz sizdan yosh kattaroq yoki shu o'tirishga munosibroq odamni ko'rib qoldingizda, darhol o'rningizdan turib joy berishingiz bu ham bir yaxshilik. Birga o'qiyotgan kursdoshingiz bo'ladimi, sinfdoshingiz bo'ladimi, o'sha darslarga yordam berishingiz bir yaxshilik. Ustozlarning hurmat izzatini joyiga qo'yishlik yaxshilik. Ayniqsa ota-onaning hurmati, ota-onani ko'rsatmalariga rioya qilish, ota-onani aytaylik ko'ngillarini ko'tarish bu ham bir katta yaxshilik. Boringki hamma bir-biriga yaxshilik qilib ketaversa, Alloh marhamat qilgani kabi hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilikdir.